Assalomu alaykum aziz zamondosh. Men To'ychieva Alina Hoshimaliyevna Namangan viloyati Pop tumani maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 47-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Biz jamoamiz bilan birga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Oliy Majlisga ko'p millatli o'zbek xalqiga murojaatnomasi va unda berilgan 6 ta ustuvor yo'nalish bilan tanishib chiqdik. Har bir ustuvor yo'nalish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, ko'rilayotgan chora-tadbirlar zamirida inson sha'ni, inson qadri, manfaatlari, kelajak avlod va ularga berilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar mujassam ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa 5-ustuvor yo'nalish bo'lgan ekologik tizimni, ekologik muvozanatni mustahkamlash, yashil energetika va suv resurslaridan oqilona foydalanish borasida olib borilayotgan ishlar tahsinga sazovordir. Havoni, atrof muhitni ifloslanishini oldini olish maqsadida yashil makon doirasida olib borilayotgan ishlar, Toshkent shahri, viloyatlar markazlarida jamoat transportidan foydalanishni keng yo'lga qo'yilishi, elektromobillar, ularga berilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlar xalqimizning tinchligi, sog'lig'i, farovonligi yo'lida yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatning qanchalik to'g'ri ekanligidan dalolat beradi. Biz ustozlar ushbu murojaatnomadan ilhomlangan, ta'sirlangan, kuch olgan holda o'z bilim va ko'nikmalarimizni 2026-yilda ham yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda amaliyotda qo'llashga tayyormiz. Bizga berilgan ushbu sharoitlar, imkoniyatlar uchun yurtboshimizdan minnatdormiz.